Shunaqa qilib yangi bo'limga o'tdik. Kitob bo'yicha 3-bo'lim. Bernoulli va Poisson taqsimotlari. Ya'ni bunga o'rgangan mavzuyimiz aynan shu taqsimotlarni ko'rib chiqamiz. Alohida bu taqsimotlarda matematik turma qanaqa topiladi, dispersiya qanaqa topiladi, moda, chastota, shunga o'xshash hamma ma'lumotlarni o'rganib chiqamiz. Bir boshdan boshlaymiz. Ya'ni birinchisi Bernoulli. Yana bitta ehtimollikni esga olaylik. Bernoulli'da ehtimollikka topish uchun o'z formula nima bizda? CNN. Xuddi shuna birinchi kombinatoriya qismida n-dan mt keyin p m-chi daraja va q ni n minus m. Bu yerda hamma m nima, n, p hamma narsasini bilamiz. Buni davom ettirsak bo'ladi. Formulani o'ziga to'xtalib o'tirmayman. Ya'ni bu formula orqali Bernoulli orasida taqsimot qonunini tuza olasizlar. X p qanaqa qiymat bo'lishidan qat'iy nazar. 0 bo'lganda qanaqa qiymatga ega, 1 bo'lganda qanaqa qiymatga, 2 bo'lganda qanaqa qiymatga ega. Bu bo'yicha hech qanaqa muammo yo'q. Ya'ni undan avvalgi darslarda hammasi taqsimot qonunini tuzishni o'rganib chiqqan edik. Bugungi mavzuyimizda aynan Bernoulli taqsimotida qanaqa qilib matematik quturma topilishi, ikkinchisi dispersiya nimaga teng bo'lishi, avvalgi darslarimizda o'rta kvadratik og'ish, to'rtinchisi mediani va modani topish o'rganamiz. Shu 5 ta narsani biz o'rganamiz. Mavzu davom. Birinchisi matematik quturma. Matematik quturma Bernoulli'da menda ikkita ma'lumotni o'zi yetarli, ya'ni topishim uchun. Masalan, avvalgi darsda biz aytdik, matematik quturmani topish uchun men yig'indini topishim kerak, har bitta ehtimollikka har bitta x larini ko'paytirib qo'shib qo'yishim. Xuddi shu ishni qilsanglar ham bo'ladi. Javob chiqadi. Agar jadvalni bilsanglar. Lekin jadval tuzmasdan, vaqtdan yutamiz desanglar, aynan mana bu xosalar yodlab qo'yasiz. Matematik quturma Bernoulli taqsimotida mana teng bo'ladi n ko'paygan p ga. Tushunadi? Esingizda bo'lsa, o'tgan video darsida o'rgan, ya'ni bitta misol keltirgan edik. Menda 100 ta tanga bor. 100 ta tangani otdimda, menda yer tushishi ehtimolligi. Xuddi shunaqa, yer tushishi ehtimolligi 50% teng, lekin matematik quturma nima bo'ladi shunda? 50 bo'ladi, ya'ni ehtimoliy 1/2 bo'lgani uchun, ya'ni men 50 ta yer tushishini kutaman. Kutilma shunga teng. Bernoulli'da ham xuddi shunaqa ekan. Nima ekan? N, ya'ni umumiy hodisani, ya'ni sodir bo'lish ehtimolini ko'paytirib qo'ysa bo'ladi. Hop, dispersiya nimaga teng? Dispersiyaning formulasi ham juda ham oddiy. Avvalgi darsimizda biz dispersiyani aytgan edik, n x kvadrati minus xo'p shunaqa, n x kvadrat. Buni hammasining yig'indisi. Yana nusxamiz. Shuni topib Bernoulli taqsimotida dispersiya bizda teng bo'ladi n ko'paygan p ga ko'paygan q ga. Oddiy ekan, sodir bo'lish va sodir bo'lmasligi. Yo'q, dispersiya bizda aynan matematik turma o'zgarishi bor edi. Natija ana shu. Ya'ni qanchaga o'zgarish o'zgarmasligi. Hop. I o'rtacha kvadratik og'ishni o'tgan edik. Bu narsani topish uchun nima qilardik? Xuddi shunaqa topamiz. Ya'ni o'rta kvadratik bizda teng bo'lardi, dispersiyaning izosidagi ko'rinish. Demak, xuddi shu narsani izosiga kiritib qo'ysam bo'ladi. Nima bo'ladi bizda? Izosida n ko'paygan p ko'paygan q ga teng. Hop, shu uchta formulani demak tushunib oldik. Demak, bizda ikkita yangi narsa qo'shiladi bugungi mavzumizda, mediana va moda. Mediana bilan moda o'zi nima deganimiz? Hop, medianada bizda Bernoulli taqsimotida shunaqa tushuncha berib o'tilgan. Ikkitaga bo'linadi. Birinchi holatda, ya'ni umumiy formula o'zi bunaqaga teng. Umumiy, ya'ni mediana formulasi bizda teng bo'ladi n ko'paygan p ga
Lekin mustasno holatlari bor. N ko'paygan pi ga teng bo'ladi agar bizada n ko'paygan pi ning qiymati butun son bo'lsa. N bilan pi ni ko'paytirsa agar butun son bo'lsa. Agar butun son bo'lmaydigan bo'lsa, uni nima qilamiz? Butun qismini topib qo'yamiz. И plus 1 minus 1 qo'shib qo'ysak bo'ladi. Tushunarli? Agar bizda butun son bo'lmasa, Qaysi holat? Qaysi holatda minus? ikkalasini ham qilasiz. Plus ham minus ham. Anaga o'xshaydi. Naveriyatnishi. Shunga o'xshaysiz. Faqat naveriyatnishida nima edi? Butun chiqsa ikkita holatga bo'linadi. Lekin bu yerda butun son bo'lsa bitta qiymat chiqadi. Agar kasr bo'lib qolsa, bitta bir qo'shasiz, bitta bir ayirib qo'yasiz. Plus minus qilish nima kerak bo'ladi? Qoidada shunaqa deb yetib ketilgan. Masalan, 2 chiqdi deydi. Ha, shunaqa deylik. Masalan, bizda 14 da 2 chiqdi. Shunda bizda ikkita qiymat chiqarkan. 14 o'zi bundan chiqadigan 14. 14 ga 1 qo'shsam 15. 15 va 13 bo'ladi. Xuddi shunaqa. Ikkita qiymat berilar ekan, nima ekan? Ikkita qiymat. Agar bizda kasr son bo'lsa. Va eng oxirgisi bizda moda. Moda formasi bizda teng bo'ladi. Hop, bu kvadrat qavsi, ya'ni bizda butun qiymatini n qo'shilib ko'paygan pi. Aynan bu naveriyatnishi holat bor-ku, shuni bo'lmasa. Bizda nima deydik? Ana mu deb ajratuvdik. Qiymatlar qo'shiladi. n qo'shilib ko'paygan pi. Asosiy, ya'ni xossalari shundan iborat. Bu bizda Bernoulli taqsimot bo'yicha. Hop, endi bu bizda mavzu qismiga endi yanada tushunarli bo'lish uchun bitta misol ko'radigan bo'lsak. Tasavvur qilaylik. Mana sinfda 3 ta yoki kursda deylik 3 ta talaba o'qiydi. 3 ta talaba imtihon topshiryapti. O'sha imtihondan yiqilish ehtimoli 20% bo'lsa, boshqa chiqib aytganda 0,2. Ya'ni imtihon topshirganda o'sha talaba yiqilish ehtimoli. Menda Bernoulli taqsimoti bo'yicha, ya'ni taqsimot qonuni tuzgan turibdi. Nima qilamiz? Shu bo'yicha, ya'ni bizda berilgan kriteriyalar bo'yicha keyin tahlil qilamiz. Taqsimot qonuni bo'yicha. Endi yiqilish ehtimolliklari nima bo'ladi? 0 ta talaba yiqilishi mumkin. Bitta talaba yiqilishi mumkin. 3 tadan 2 tasi yiqilishi mumkin va hammasi yiqilishi mumkin. Endi umumiy holatda bizda 4 ta ekan. X m deb. Ha, shu. Ya'ni bular bizda m qiymatlari. Bu yoqda uni ehtimollik pi. Biz aytdik Bernoullining umumiy formulasi teng dedik. S n o m pi ni m-nchi darajasi va q ni m minus m-nchi darajasi. Xuddi shu bo'yicha ajratib ketamiz. Taqsimot qonuni. 0-chi. Masalan, 3 tadan birinchi 0 tasi bo'lsa, s 3 0 yiqilish ehtimoli endi 0,2 ga teng. 0,2 ning 0-chi daraja, yiqilmaslik ehtimolichi 3. 0,8. Uchinchi darajasi. Xuddi shu, 3-chi darajasi. Xuddi shuni tartib keyingilar ham hisoblab ketaveradi. Bittasi s 3 ko'paygan 0,2 ning birinchi darajasi, ko'paygan 0,8 ikkinchisi. Keyingisi 3 tadan 2 tasini yiqilish ehtimoliga. S 3,2 endi 2 tasi yiqil bo'lgani uchun ikkinchi daraja. Bu holatda 0,8 birinchi daraja. Va oxirgisi hammasini yiqilish ehtimoliga. S 3,3 0,2 ning uchinchisi 0,8 0,2 daraja. Hop, hisoblab chiqsangiz chiqadi taxminan. Bu yoqda mana 1 bo'lib ketadi, to'g'ri? 1 0,8 uchinchi darajasi. Keyin uchinchisi 9 bo'lsa 512. Keyingisi bu 0,64
0.64 ga 2 0.128. 0.128 yana 3 ko'paytirasiz. 0.384. 0.384. Keyingisi 0.4 ga 8 0.32 0.32 ni 3 ko'paytirasan. 0.96. 96. Ve en oxirgisi 1 0.8. 0.008. Buni bizda ehtimol kerak. Hammasini orqamiz jadvalga olib kelib qo'yish kerak. Birinchisi mana 0.512 0.384 0.96 0.08. Hop, endi sizlar misol uchun olganda mana bunaqa taqsimot qonunini ajratib chiqishinglar shart emas. Men buni ko'rsatishdan maqsad o'zi bu narsalar nimani anglatadi, shuni ko'rsatib ketish maqsadida. Agar tekshirib ko'rishgan bo'lsak, bizga yig'inda 1 ga teng bo'lishi kerak edi. Agar rostdan tekshirib ko'rgan bo'lsak, rostdan qiymat 1 ga teng bo'ladi. Buncha mana da xato qildim. 0.096 bo'ladi. Tahmin to'g'ri chiqdi. To'g'ri. 0.96. Yalnız bir çıkıyor. Güzel. Birincisi, maksatı kutilmaydi, to'g'rimi? Maksatı kutilmaydi. Bernoulli bo'yicha biza eng ko'paygan pi qilib qo'ysam bo'ladi. Mana xuddi shu narsa. Nima qilsam bo'ladi? 3 ko'paygan 0.2. Hisoblab qo'ysam 0.6. Endi masalan Bernoulli xossalarini bir-biriga o'quvchi nima qiladi? Bular hammasini qo'yda hisoblab chiqadi. Yani asosiy narsa mana shu vaqtda tejashda 0.384 qo'shib keyin 2 ko'paygan 0.096 keyin nima 3 ko'paygan 0.08. Agar rostdan hisoblab qo'ysanglar 0.6 chiqishi kerak. Ya'ni matematik kutilmaymiz. Shuna chiqdi. Güzel. Yani tushundik matematik kutilma nimaligini. Yani mx xuddi shu narsa dispersiya deydi. Masalan, dispersiyani formulasi undan ham battar. mx kvadrati ayru mx kvadrat. Nima qilasiz? Siz mana 0.6 chiqqan bo'lsa 0.6 ni kvadratga oshirishingiz kerak. Buni har bittasini kvadratga oshirib, nima qilishingiz kerak edi? Qo'shib chiqishingiz kerak edi. Bizda Bernoulli taqsimotda tayyor formula berib turibdi. P n p xuddi shunaqa. Bernoulli taqsimoti bo'yicha bizda n ko'paygan p ko'paygan q qilib qo'ysam bo'ladi. Shunda dispersiya nimaga teng bo'ladi? 0.48. N 3 ga p m 0.2 va buni 0.8 topadi. 0.8. Yani tushundik, nimaga aynan xossalarni bilishimiz kerak. Testda vaqtni tejash. Hop. İlk keyingi o'rgangan narsalarimiz yengi, mediani va moda. og'ish. Og'ishni shuni ildizostiga kiritib oling. 0.60. Güzel. Yangi ma'lumotlar sizda. Mediani va nima moda. Hop, moda nima edi o'zi sizda? Moda eng ko'p qaytariladi. Ha, eng ko'p. Bu yerda eng katta ehtimollik. Hop, modani formulasi bo'yicha bizda aytilgan n0 teng bo'ladi. Butun qiymat n qo'shuv b ko'paygan pi. Bu yerda ham agar hisoblab qo'yganimda moda teng bo'lardi. Talabalar soni 3, endi 3 ga sразу 1 qo'shib olaylik. 4 ko'paygan pi. Yani 4 kere 0.2 mi? Buni hisoblab qo'ysa necha bo'ladi? 0.8 butun qiymat, ya'ni butun son nechaga teng bizda? Mana 0.4. Kasr qismini olib tashlaysiz, mana bu narsani. 0. Endi rostdan mana bu jadvalga qarasak, mana bu 0 turgan joy bor-ku. Ehtimolligini qaranglar. Mana bu qolgan ehtimolliklardan eng ko'pi. Tushundingizmi farqini? Moda nima degani?
Ha, bo'ldi. Yetib oldi. Ya'ni mana bu ehtimolliklarni taqqoslab borganingizda eng kattasi mana bu 0,5 ya'ni biz o'zimiz tilayotganda neverоятность случай. Ya'ni myuni topardik-ku, xuddi shu narsa. 0,512 mana 2 ni tagida bo'lganda bu yoqda topgan Xuddi shu narsa 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni moda shu narsa. Tushunaman. Ya'ni moda nimaligini ham tushunib oldik. Taqsimot qonuni. Va eng oxirgi mediana. Medianani topish formulasi biz aytdik, eng ko'paygan pi bo'ladi. Tamam. Xuddi shunaqa. Bu narsani hisoblab qo'ysam 0,6, lekin kasr son bo'lsa nima qilamiz dedik? Agar biz aytdik kasr bo'lsa 2 taga bo'linadi dedik. Butun qismini bir marta bir ayiraman, butun qo'shini xuddi shunaqa. Bir qo'shini. Bir endi butun qismi buni nechi bo'ladi? 0. 0 dan 1 ayirsam -1, 1 qo'shsam 1. Lekin menda biz bu narsa manfiy bo'lmaydi. Chunki mana bu narsa ustun nisbati 0, 1, 2, 3. Chunki manfiyni shuni o'chirib tashlaysiz. Xo'p, musbatlardan 1. Ya'ni medianani endi agar qaraydigan bo'lsa, sizda aynan bu bir nimani anglatadi. Medianani haqida lekin yana ham alohida post qilamiz. Chunki o'zim hali aniq bilmadim aynan nimaga teng bo'lishini. Lekin hozirgi hisob kitobimiz bo'yicha 1 ga teng deyiladi. Ya'ni mana bu qiyin. Katta ehtimol yo'q o'rtasi nazarda turganmi? Mediana o'sha. Ha, masalan biz ham x y qo'yish bor-ku. Ha. Shunaqa grafik bo'lsa, shuni teng 2 ga bo'lish kerak, ikkita ploshchad teng bo'lishi kerak. Endi tushundim. Ya'ni masalan 100 ga ketayotgan bo'lsa, ya'ni veroятность bo'yicha demoqchisi. Ikkita ploshchadi teng bo'lishi kerak-da. Masalan, aytaylik, buni birinchi veroятность yig'indisi deylik. Buni ikkinchi veroятность. Ya'ni 1/2 1/2 bo'lishi kerak. To'g'ri. Mana bu ya'ni mana bu nuqta bizda mediana bo'lishi. Teng 2 ga bo'ladi. Tushundim. Demak, bizda aynan shu x teng 1 da buni yuzasi shunaqa bo'linar ekan. Medianani ham tushundik. Buni qilsa asli ya'ni bu bizda Bernoulli bo'yicha shular. Mediana, moda, matematik quturma и dispersiya. Yana bittasi qoldi, bu bizda Poisson. Faqat Poissonga o'tishdan oldin Bernoulli tushunarli bo'ldimi? Tushunarli. Ya'ni umumiy tushunchalarga ega bo'ldik. Poissonni ham ko'rdik. Ya'ni video darsimizni birinchi qismini shu bilan yakunlaymiz. Hop, Poisson bo'yicha bizda o'zi formulani yana eslab olaylik. Poissonda formula nima edi? Eslaydigan? Ye. Ha. Aniq lambda daraja. Eslaymiz, to'g'ri? X ni n'inchi daraja. Ya'ni umumiy formulani qo'ydik. Mana nima qo'yapgan? Lambda n'inchi daraja, y minus lambda. Qaysi yodlash usuli bo'lsa shu bo'yicha yoqlagan sizlar ham bor. Faktor. O'zingizga bitta qulay usul yodlasanglar ham bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib, ya'ni Bernoulliga o'xshab buni ham taqsimot qonunini mana shu formula orqali tuzamiz. Endi Bernoullining o'ziga yarasha, ya'ni matematik quturma, dispersiyani topishi o'ziga yarasha xossalari bo'lgani kabi, Poisson taqsimotining ham o'zining xossalari mavjud. Bir boshdan ularni o'rganamiz. Birinchi topishimiz kerak bo'lgan narsa bu matematik quturma. Matematik quturma Poissonda nimaga teng bo'ladi? O'zi eslasanglar, mana lambda haqida shuncha berib o'tirgan edi. Lambda nimaga teng bo'lardi? N ko'paygan pi ga. Avvalgi taqsimotimizda, ya'ni Bernoulli taqsimotida ham xuddi shu narsa. Matematik quturma nimaga teng edi? N ko'paygan pi ga. Demak, Poissonda matematik quturma teng bo'lar ekan bizda n ko'paygan pi yokida boshqacha qilib aytganda lambda ga. Tushunarli? Ya'ni lambda berilgan bo'lsa, sirasi og'zida ketib ketaverasizlar.
Ya'ni bu taqsimotda bunga teng. Ikkinchisi bizada dispersiya. Hop, dispersiya teng bo'ladi, bu ham lambdaga. Quyuq. Bu ham lambdaga. Sababini keyin ko'rib chiqamiz. Uchinchisi nima bizada? O'rta kvadratik og'ush. O'rta kvadratik og'ush o'zi nimaga teng bo'ladi? Ilzosli dispersiya bo'lgani uchun demak bu ma'noda ilzosli lambdaga teng bo'ladi. Hop, endi keyingilari biroz ajoyib formulalar ekan. Menimcha buni o'zinglar ham alohida jadval qilib yozib olasizlar. Uchtasini ko'rdik. Model. Formulasi ham biroz qo'rqinchliroq ekan. Mana menimcha yodlash qiyin edi. Hop, MY ya'ni teng ekan taqriban kvadratik kodga lambda qo'shib, menimcha o'zi berilmasa ham kerak masalan. Bunaqa hisob-kitob. Buni har ehtimolga qarshi o'rganib ko'ramiz. Formula shunaqa qilish kerak. Endi bilmadim, berilmagan, no formula shunaqa ekan menga. Lambda qo'shib 1/3 minus 0.02 bo'lingan lambda. Moda oson ekan. Modani yodlab qo'ysangiz bo'ladi. Moda bizda teng ekan. Shundoq lambdani butun qismi. Ya'ni hammasi lambdalar haqida gapirgan. Sezgan bo'lsangiz oson. Ya'ni hamma narsa bizda lambdaga bog'liq ekan. Endi savol tug'ilishi mumkin. Bizda savolda agar oldingi nazorat ishiga ahamiyat bergan bo'lsak, ishlayotganimizda bu Bernoulli taqsimoti, bu Poisson taqsimotida kichkinasiga podskazka bermaydi. Ya'ni mana bunaqa usul bo'yicha ishlaydi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Qachon biz ya'ni Bernoulli taqsimotini va qachon Poisson ishlatamiz? Buni ham xuddi shu ehtimollikli nazariyasidagi mavzuga qaytamiz. MPQ bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa. Poissonda shartlari nima edi? Bernoulli bizda u umumiy. Poissonda shartlari nima edi? N bizda nisbatan ancha katta son bo'lishi kerak. P bizda taqriban 0 ga yaqinroq bo'lishi kerak. 0 ga yaqin, 0.1dan 0. Xuddi shunaqa. Ya'ni P kichkina bo'lgan holatda N'imiz katta son bo'lgan holatda. Yana qo'shimcha ma'lumot bor edi, ya'ni bizda N, P, Q kichik yoki teng 9 degan narsa. Bu yana qo'shimcha ma'lumot. Asosiy narsa mana bu. Ikkita narsani ko'rgan bo'ldi, shu narsani ishlatasiz. Yana bitta podskazka bo'lishi mumkin. Ko'pincha Poisson qaysidir vaqt oralig'i yoki qaysidir qiymat oralig'ida beriladi. Ya'ni mana bu o'rtacha lambdani o'zi aytib qo'yadi. Masalan aytaylik, avtobusga kech qolish ehtimoli, ya'ni mana bu vaqt oralig'ida, masalan 10 minut ichida, bu soatdan bu soatgacha bo'lgan. Ya'ni leksiyada ham xuddi shunaqa turdagi misollar ko'rgan ekansiz. Yoki aytaylik 1 soat vaqt mobaynida 5 marta kech qolish yoki aytaylik sizni telefoningizga yoki agentstvoga necha marta telefon qilinishi. Ya'ni sizda lambdani o'zi bu bizda средний значение. Agar средний значение bo'lsa, aynan shu taqsimotdagi xossalarni ishlatamiz. Demak, bu bizda Poisson taqsimoti va bu bizda Bernoulli taqsimotlari. Ya'ni mavzuyimizda asosiy qismi mana shu ikkita taqsimotlardan iborat edi. Kimda kim savoli bo'lsa, beraman.